Uzun yillardan buyon Xitoy zulmiga uchrayotgan Uyg'urlar amdilikda koronavirus sababli ocharchilikqa duchor bo'lmoqda. Wuhan shahrida portlagan yangi tipli koronavirusining Sharq Turkistondami ko'rilishi bilan Xitoy zulmi yangi bir chekka yetdi. Virus hujumi sababli uydan chiqish cheklanish bilan birga doiralar ochliq setib olishga yo'l qo'ymag'achqa Uyg'urlar jiddiy ochliq krizisiga duch keldi. Erkin Asiya radiosuning telefon ziyoratini qabul qilgan bir Uyg'ur ayol G'o'lji shahrida 10 kundan buyon yemak-ichmak qis bo'lib ketganligini, bu sababdan ochliq yetishmayotganligini bildirdi. U ayol oilasida 4 bola borligini, ularning kunda bir vaqt tomoq yeganligi uchun bir bolaga oziqlik yetishmay, terisi o'zgarishga boshlaganligini aytdi. Qoridon bozorida ahvol o'xshash bo'lib, doiralar buning yuqoriga yoki sirtqa oshkorlanib qolmasligi uchun uchurlarni qattiq qamal qilgan. Bu yerda yashagan Mayra ismli bir ayol uyda mashqi qolaydigan bir narsa qolmaganligini aytganda, doiralarning izo ahonatga qolganligini, ochliq talab qilganlarning o'xshash ahvolga yo'liqqanligini va doiralarning kishilarni shikoyat qilmasligi haqida ogohlantirganligini aytdi. Sharq Turkiston Majlisining raisi Seytum Turk bugun Xitoy ishlatayotgan energiyaning 20-digidek Sharq Turkiston zamindan chiqadi dedi. Qorabek universitetining sohibxonligi va Turkiya yoshlik vaqfining hamkorligi bilan uyushtirilgan Sharq Turkiston akademiyasining 2-haftasida xalqaro tashkilotlar va Sharq Turkiston nomida leksiya yig'ini o'tkazildi. Yig'inda Sharq Turkistonning tarixi haqida ma'lumot berildi. Seytum Turk apandi Sharq Turkistonning turk va islom madaniyati nuqtasidan muhim ekanligini ta'kidlash bilan birga, Sharq Turkistonning bugun ishg'ol qilinishining eng muhim sabablaridan biri mo'l yer osti va yer usti boyliklari, neft, tabiiy gaz, ko'mir, uran, oltin va kumush qatorliq moddalarning bo'lishi. Bugun Xitoy kommunistlari ishlatayotgan energiyaning 20-digidek Sharq Turkiston zamindan yetkazib berilmoqda dedi. Germaniyaning Shimoliy Ren-Vestfaliya o'lkasidagi fidoyi ota-onalar bilan Sharq Turkiston madaniyat va uchur markazining hamkorligida 23 fevral 10 dan 13gacha Sharq Turkiston uchur va madaniyat markazida Sharq Turkistonliklarga yordam qilish nashtalik faoliyati o'tkazildi. Nashtalikdan keyin Rajab Atash apandi sin ko'rinishi va rasmlar orqali bu markazning O'rta Osiyodagi yordam va qurbonlik tarqatish xizmatlarini tanishtirdi. Rais Abdujalil Qarqash apandining xizmatlarini tanishtirdi va muayyanlashtirdi. Uning Sharq Turkiston milliy kurashidagi armas jangchidan biri ekanligini bildirdi. Orqadan Abru Kaya xonim markaz nomidan Turkiyadagi yetim bolalarga qarta elib berayotgan faoliyatlarini tanishtirdi va ishtirokchilarga Sharq Turkistonning vaziyatini tonish va tanishtirish, muhojiratdagi Sharq Turkistonliklarga yordam berish haqida chaqiriq qildi. Faoliyatga qatnashuvchilar nihoyat mamnun bo'lganligini va yo'qolish xavfiga duch kelgan Sharq Turkistonlik qarindoshlari uchun qo'lidan kelgan tirishchanligini ko'rsatadiganligini bildirishdi. Xitoyda o'tirg'i chiqqan yangi tipli koronavirus sababli o'lganlar soni oshmoqda. Xitoy Davlat Sahiyya komiteti bir kun ichida 150 kishining koronavirus sababli o'lganligini e'lon qildi. Dunyo Sahiyya tashkiloti Xitoyda virus bayqalgan kishi sonining 80,147 ga yetganligini bildirdi. Xitoy miqyosida virus bilan yuqumlanib o'lganlar soni 2699 ga chiqdi. Yevropada bo'lsa ahvol eng xatarli bo'lgan Italiyada o'lganlar soni 6 ga yetdi. İran Səhiyyə Ministerligi virus sababli o'lganlar sonining 12 ga yetganligini e'lon qildi. Lekin faqat Qum shahrida 50 kishining Wuhan virusi bilan o'lganligi ilgari surilmoqda. İran davlat televiziyasining bildirishicha, yuqumdorlar soni 61 ga yetgan bo'lib, gumonliq ahvol bayqalgan 900 kishi tekshirishdan o'tkazilgan. Malaysiyada yuz bergan siyosiy krizis sababli istifa bergan Mahathir Muhammad Malaysiya podshohi Sultan Abdullah Bilal Shah tarafidan o'tkinchi ministr qilib tayinlandi. Bu haqda podshoh saroyidan e'lon qilingan bayonotda Sultan Abdullahning Mahathirning istifolarini qabul qilganligi, lekin davlatning muqimligi asliga kelguncha o'tkinchi bosh ministr bo'ladiganligi haqida qaror chiqarganligi bildirildi.
Yana bir tarafdan Mahatirning istifosi bilan tarqalib ketgan hokimiyat beshidagi Umid ittifoq partiyalari Mahatirning vazifasini qaytadan qo'lga olishga chaqirdi. Mahatir Muhammadning istifa berishidan bir necha soat burun bosh ministrlikni o'tinib berishni va'da qilgan Xalq adolat partiyasining raisi Anvar Ibrohim bilan maxsus uchrashuv o'tkazganligi bildirildi.